asarni o'qib bo'ldik aziz o'quvchilar. Endi esa asar yuzasidan qaysidir obraz, ma'lumot yoki xulosa aytishingiz mumkin. Marhamat. Otaning bolalariga bo'lgan mehri. Yakshanba kuni hovli gavjum edi. Yaxshi. Yaxshi. Aha. Молодец. Yaxshi, faqat bola. Yaxshi, молодец. Aha. Marhamat. Yaxshi. Qancha o'zida? Aytmaysanmi? Qizning ismi? Gulirano. Yaxshi, iymon belgisi. Yaxshi, молодец. Chaman deb aytiladi. Oma bugun zo'r mashina bo'ldi. Oma bugun zo'r mashina bo'ldi. Ha, o'ziga xos shevasan? O'zbek otalariga xos mehr. Hamdulloh bizga qo'yib qo'ydi. Aha. Yaxshi. Yaxshi. Yaxshi, молодец. Yaxshi. Aha. Yaxshi. Yaxshi. Aha. Demak, hammaga rahmat. Bugun sinfda hamma qaysidir ma'lumotga ega va keyingi darsda teatr sahnasi orqali buni yana mustahkamlaymiz. Rahmat.